Assalomu alaykum aziz do'stlar, musofirdagi akalar. Bugungi darvozamiz o'z joyiga o'rnatildi. Bugungi darvozamiz Farg'ona viloyati Buvayda tumanida Pashshopirim qishlog'iga o'rnatildi. Bugungi darvozamiz materiallari aytib o'tsak, xudo xolasa. Buni razmeri 353 bo'ldi, bo'yiga 385 razmerga olib o'rnatildi. Materiallarni aytib o'tsak, stoykalarimiz 808 bo'ldi, idishlarimiz 2 lista bo'ldi, profillarimiz 6 ga turdik. Tag qismiga, mashina kiradigan qismiga shiviylar qo'yib berildi. Zamoklarimiz zubur zamok bo'ldi. Kraskalarimiz shokoladniy rang bo'ldi, matviy rangda bo'ldi. Xudo so'zi chiroyli chiqdi. Zamoklarimiz zubur zamokda bo'ldi. Xudo xolasa. Ochilishlar. Joyiga plotni bo'lib tushdi, xudo xolasa. Buni metr kvadratini 850 ming so'mdan olib o'rnatib berdik. O'zbekiston bo'ylab o'rnataveramiz, xudo xolasa. Arqa tomonlarini ham ko'rsatamiz. Bismillah. Arqa tomonlari, xudo xolasa. Tekis holatda. Kecha ikkalasida ozgina zazor bor. Patologga zazorimiz bor, xudo xolasa. Bahs tashkanda zazor. Kimgadir shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekrandan nomerga telefon qilaverasizlar. Xizmatdamiz. İşimiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar, obuna qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar.